Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Bekmalik kanalimizni ashaddiy muxlislar va yangi tomosha qilib turganlar sizlarga o'zimizda bor modellarimizni qisqacha video obzorini qilib beramiz. Batafsil ma'lumotni Telegram kanali orqali olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizni video kommentariyaga joylab o'tamiz. Bugungi sanamiz 27-oktyabr, dushanba kuni xudo xolasa. Xo'p, har doim aytadigan savolimiz, kim bizni qayerdan tomosha qilyapti? Video kommentariyasiga yozib qo'yinglar. Har bir kommentariyani o'qiymiz. O'tgan safardagilarni ham o'qidik, xursand bo'lib qoldik. Andijon viloyati manzilni aytib o'tamiz. Andijon viloyati Shahron shahar makro supermarketi butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Faqat zaklab tashlaysizlar, 200 ming so'm, 300 ming so'm, qolgan to'lab borganda qilib bersanglar bo'laveradi. Bo'lmasam boshladik. Videoni bundan buyog'iga o'zimiz olib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam boshlaylik do'stlar. O'zimizda bor modellarimizni qisqacha video obzorini qilib beraveramiz. Xo'p, bir boshdan ketaveramiz. Arzoncha har bir aytib o'tganimizdek, har bir telefonda alohida video obzorlari Telegram kanalimizda rasm videolari bor. Har birini alohida narxlari, rasm ma'lumotlari bor, to'liq ma'lumot. Xo'p, Redmi Note 11 telefonimiz kabi dokumentlari bor. 4G variantda telefonimiz to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q, emekidan o'tgan garantiyalar bilan qilib beramiz. Telefonimiz narxini 1 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Yaxshi telefon, xizmat qiladigan telefon xudo xolasa. Infinix'dan Spark 20 telefonimiz adashmasam 256 variantda 1 million 250 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. 256 stereo kolonka, amaliyot displey, korobka dokumentlari bor. Ikkala sim kartasi ham imeki ro'yxatlardan o'tgan. Arzonchi modellar so'raganlar uchun Redmi Note 9 telefonimiz kelgan bizga. 64 variantda korobka dokumenti adashmasam bor yoki yo'q, lekin narxi arzon narxda. 650 ming so'mga qilib beramiz. Holatlari to'liq radnoy holatda, imekidan o'tgan, ayb nuqsoni yo'q xudo xolasa. 64 Redmi Note 9 bu. Xo'p, Realme'dan C11mi, 21mi shunaqa model esimdan chiqib qoldi to'g'risi. 32 variantda bu, korobka dokumenti yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. 550 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, hamma barcha telefonlarimizda imekasi o'tmagan deb aytib o'tamiz. Redmi Note 13 telefonimiz 8 operatorligi bu, 6 galik emas, 8 ga e'tibor bersizlar. Korobka dokument radnoy holatda 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Yana bitta Note 13'imiz bor. Buni 256 variantda, 5 korobka variantda 1 million 350 ming so'mga arzon narxda qilib beramiz do'stlar. 1 million 350 ming so'mga 256 radnoy holatdagi Note 13. Menimcha yaxshi. Yana bittamiz bor, 1 million 500 ming so'mga qilib beramiz buni. 128 variantda korobka dokumentlari bor, holatlari yaxshi holatda. Realme'dan Note 50 modelimiz, holatlari zo'r holatda, to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q, korobka dokumentlari bor telefonimizda. Narxiga keladigan bo'lsak, buning narxini 900 ming so'mga qilib beramiz. Holatlari yangidek holatda bo'lgan Redmi 13 modelimiz. Bunaqangi chiroyli svetda 256 variantda korobka dokumentlarigacha bor telefonimizda va plus 256 xotira. Narxini 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz buni. Redmi Note 12larimiz do'stlar, ikkalasi ham 6 operatorlik, 6/8 ikkalasi ham korobka dokumentlari bor. Mikrolardan o'tgan holatda 1 million 250 ming so'mdan qilib beramiz. Barcha telefonlarimizga dastlabki xizmatlarimiz bor, albatta aytib o'tganimizdek. Dastlabki xizmatimiz shu 35 ming so'm atrofida qo'shiladi. Dastlabki xizmati bularga qo'shiladi. Ba'zi modellarda bepul dastlabkasini ichida qilib chiqarib berishimiz mumkin. Redmi Note 8 Pro telefonimizda xarakteristikasini bir qator Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi. Narxi arzon narxda 650 ming so'mga qilib beramiz. 64 variantda, 6 ga 64 Igroy telefon qidirganlar uchun yoki ancha-muncha qatmaydigan telefon qidirganlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz Note 8 Pro'ni. Xo'p, Samsung ishqibozlari uchun arzonroq narxda 1 million 100 ming so'mga Samsung A04s bu. Xo'p, 4G variantda korobka dokumentlari bor, mikrolardan o'tgan telefonimiz. A33'imiz bor do'stlar. 6 operatorga 180 variantda 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Sababi, arzonligining sababi korobka dokumenti yo'q. Do'kon tomonidan garantiya beriladi 1 million 400 ming so'mga. Korobka dokumentligini 1 million 750 ming so'm sotyapmiz. 5G poddesha qiladi. Hozir sotilayotgan A16lardan ko'ra har doim aytib o'tamiz, kuchli telefon hisoblanadi. Keyingi modelimiz Samsung Galaxy A72 modelimiz. Xo'p, 6/8 variantda telefonimiz, ayb nuqson xudosi yo'q, korobka dokumenti yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Narxini 1 million 150 ming so'mga qilib beramiz. A52 dan ko'ra ham kuchliroq telefon hisoblanadi. A72 narxi arzon narxda. Infinix'dan Hot 40i modelimiz do'stlar, korobka dokumentlari bor, telefonimiz to'liq radnoy holatda, 4G variantda narxini qilib beramiz. 850 ming so'mga qilib beramiz uni. Xo'p, bir boshdan ketaveramiz bundan buyog'i.
kishi bo'lsa qilavering usta. Xo'p, iPhone'larimizni ham aytib o'tib ketaveramiz desam, bo'lmasam qolgan modellarni ko'rsatib qo'yaylik. iPhone'larimizni keyin aytib o'tib ketamiz. Xo'p, arzonchi modellar uchun A02 telefonimiz kelgan. Korobdagi metlariga bor. Telefonimiz to'liq radnoy holatda 500 ming so'mga qilib beramiz unga. Xo'p. Redmi 12 bunaqangi chiroyli svetda do'stlar. 256 talik variantda telefonimiz radnoy holatda. Korobdagi metlari bor. 1.250 ming so'mga 256 talik Redmi 12 radnoy holatda. Xo'p, Honor X7C modelimiz 6.180 talik variantda korobdagi metga yo'q ekan. O'zimizni oshtamizdan olingan ishonchli telefon xudo xohlasa ayb nuqsoniga garantiyalar qilib bergan holatda 1.400 ming so'mga qilib beramiz. Infinix'dan Hot 30 Pro'si, Note 30 Pro'si, korobka dokument zaryadchi o'zini besporadnoy zaryadchigalargacha bor. Orqa tomondan zaryadka ham oladi besporadnoy. O 108 megapiksel kamera, JBL kolonka, AMOLED displey, 8256 talik variantda telefonimiz. Narxi ham qulay narxda qilib do'stlar. 1.950 ming so'mga qilib beramiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Yaxshi telefon, kuchli telefon. Hozirgi Honor X8C'larda 8larda so'nggi model hisoblanib turgan Honor X8C'da 256 talik variantdagi korobkadagi met to'liq radnoy holatdagi do'stlar. Buni yangisi adashmasam $250 atrofida sotilyapti. Ozgina ishlangan holat yaxshisini sizlar uchun 2.100 ming so'mga qilib beramiz. 256 talik variantda. 256 108 talikda ham 2.100 ming so'm sotdik. Navbatdagi modelimiz Poco'dan X5 5G'si bu. 5G podesha qiladigan arzonroq narxda holati, xotirasi yaxshi model so'raganlar uchun, qatmendan model so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. Poco X5 5G modelimiz. Xo'p, bu narxini 1.350 ming so'mga beramiz. 6 operatorga 108 talik xotiraga ega telefonimiz. Yana bitta Honor'dan modelimiz do'stlar. Honor 9C Smart bu. Xo'p, narxini 2.200 ming so'm qo'yib beramiz. 8256 talik variantda, korobka, dokument, zaryadchi full komplekt holatda. Telefonimiz ham ko'p ishlanmagan yangidek holatda telefonimiz. Xo'p, navbatdagi modelimiz Note 50 telefonimiz do'stlar. Infinix'dan Note 50 Pro'si bu. Note 50 ga ham bor, Pro'si ham bor. Holatlar to'liq radnoy holatda. Korobka, dokument full komplekt holatda. Bu ham mana besporadnoy zaryadchilargacha bor. O'zini zaryadchi, kabel, chexol, xullas telefonimiz to'liq radnoy holatda. Buni yangisi $275 atrofida hozirgi kunda sotilyapti. $270-275 atrofida. Buni narxini ozgina ishlangan do'stlar $200 ga qilib beramiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. $200 ga Note 50 Pro'si bu. Note 14 modellarimiz serob bu yoqda. Xo'p, Note 14 korobkadagi metlari bor, to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoniga garantiyalar qilib beramiz. 1.800 ming so'mga zaryadchili holatda, 1.700 ming so'mdan bezaryadchi holatda qilib beramiz do'stlar. Mana bu yoqda ham bor Note 14larimiz 256 talik variantda, 108 talik variantda, kimga qanaqasi bemalol zakaz berishlari mumkin. Holatlar tanaq-tanag'idan olib kelib qo'yganmiz. Yangi olish o'rniga yangilikni olsanglar, arzonroq narxda olasizlar xudo xolasa. Xo'p. 12 Pro Plus 5G modelimiz do'stlar. Hozirgi kunda buni narxi atrofida Note 13 Pro'lar sotyapmiz do'stlar. Redmi 13 Pro'lar, lekin undan ko'ra ancha xarakteristikasi yaxshi telefon hisoblanadi. Bemalol zakaz beraverasiz. Buni narxini 2.200 ga qilib beramiz. Note 12 Pro Plus 5G'si bu. Korobka dokumentlari bor, telefonimiz to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q. 11 Pro'si do'stlar, 12 256 talik variantda, korobka dokumentlari bor, radnoy holatda telefonimiz, faqat bitta petnovchalari bor. Telegram orqali chiqsanglar, holatni alohida video obzor qilib tashlab beramiz. Buni narxini 2.100 ming so'mga qilib beramiz. Boring 2 million so'mga qilib beramiz. 11 tayimiz ham bor bunaqangi. Orqa kirishkasi almashgan deb aytamiz. Orqa kirishkasi hech narsani hal qilmaydi. Orqa kirishga almashgan telefonimiz. Korobka dokumentlari bor. Ayb nuqson xudo xolasa yo'q. Mikrolardan o'tgan. Buni narxini qilib beramiz 2.100 ming so'mga. 11 Pro'si bor endi do'stlar. Holatlar o'ta ham ideal holatda, ayb nuqsoni yo'q. 8256 talik variantda, korobka dokument o'zini 120 talik besporadnoy zaryadchigacha bor telefonimiz. Buni narxini $205 ga qilib beramiz. 11 Pro'si bu.
GT30 Pro do'stlar, korobkadagi zaryadchilargacha bor. Ikkita bor bizda hozir. Yangidek holatdagisi bor va ozgina ishlangan holatdagisi bor. Ikkalasi ham yaxshi holatda, ayni soni yo'q. Bunisini $300 ga beramiz. GT30 Pro'ni mikro'rlardan afsani o'tgan korobkadagi o'zini bunaqangi korobkasi bo'ladi. Xo'p, bunisini $310 ga qilib beramiz. Yangidek holatda telefonimiz, ayni soni yo'q. Xudo xolasa garantiyalar bilan qilib beramiz. Buni yangisi $380 atrofida sotilyapti. Bir qator Telegramga obzorni ham qilib berdim. Mana ikkita korobka chiqadi. Bunisidan kullargacha chiqadi o'zini. Asosiy ko'rsatadigan narsasi kullari buni. Kullargacha chiqadi. Bu kullari ham masalan normal yaxshi holatdagisini adashmasam 150-200 ming so'm atrofida olasizlar. Bunda korobkadagi zaryadchi chexollarigacha chiqadi. $300 ga $310 holatda, ideal holatda bir qator Telegramdan yozsanglar holatlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi xuddi shu Poco modelimiz F6 Pro'si 12512 yarim terabaytlik do'stlar, korobkadagi yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Buni narxini $275 ga qilib beramiz. Ham igrovoy, ham ishlatgan, ham kamera uchun telefon qidirganlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz. Xiaomi'dan 12 modelimiz 8/108 variantda, telefonimiz to'liq radnoy, korobkadagi metlargacha bor telefonimiz, ayni $90 yo'q. Telefonimiz narxini $210 ga beramiz. 13 Pro'lar har xil holatda. Bu yerda ham yana 13 Pro'miz bor edi. 13 Pro 12/256 variantda telefonimiz. Ko'rishlari mumkin. Ayni $90 yo'q, to'liq radnoy holatda. 8/256 ham bor. Bunisi o'ta ham ideal holatda. Korobkadagi metlari bor telefonlarimiz, bularning narxini 2.100.000 so'mdan tanlab olishga. Xohlasizlar 12/512 xohlasizlar 8/256 2.100.000 so'mdan qilib beramiz. Bemalol zakaz berishlari mumkin. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor albatta. Xudo xolasa aytgan joylarga yetkazib beramiz. 200 ming so'm, 300 ming so'm zakalab tashlaysizlar, qolgan to'lov borgan paytda qilib bersanglar bo'laveradi. Xo'p, yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefon do'stlar, yangi deb sotsak bo'ladigan holatda, chunki sababi atiga 3 kun yoki 2 kun ishlangan ekan. Honor X7 deydi, 256 variantdagisi. Buni narxi hozir yangisi $190, 2.300 ming, 2.300 dan balandroq sotilyapti. Buni narxini sizlar uchun qilib beramiz. Yangi ravochi holatdagisini, full komplekt 256 variantdagisini 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. 2 million so'mga foydalanib qolsanglar bo'ladi. Xiaomi'dan bu ham yangidek holatda, Xiaomi 14T bu korobkadagi zaryadchi full komplekt holatda. 12 bu ham 12 operator, 12512 talik telefonimiz to'liq radnoy holatda, aybi soni yo'q, bunaqa chiroyli titanli svetda. Buni narxini $370 ga qilib beramiz. 256 talik narxida 512 talik yarim terabayt. 14 Pro'si ham bor do'stlar, korobkadagi zaryadchi chexol full komplekt holatda $515 ga qilib beramiz. Bu ham 12/512 talik variantda. Buni bilgan biladi, bilmagan bir qator YouTube'dan video obzorlarini ko'rsanglar, T Pro'larda ancha xarakteristikasi kuchli telefon hisoblanadi va narxiga arziydi xudo xolasa. Ko'p Samsunglarimizni qilib beraveraylik. Xo'p, Ajib degan telefonimiz bor, XS'larga o'xshaydi ham. Telefonimiz to'liq radnoy holatda 700 ming so'mga qilib beramiz, 64 talik variantda. Xo'p, A54 5G modelimiz bor do'stlar, 5 holatda, korobkadagi metlar yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Buni narxini 1.650 ming so'mga beramiz. 5 sababi chetga olib chiqib ketsanglar ishlayveradi yoki bir kirib chiqib o'zlari imeka qo'ysalar ham bo'laveradi. 1.650 ming so'mga, 1.750 ming so'mga M16 modelimiz kelgan bizga. Korobkadagi metlar bor, ozgina ishlangan, yangi holatda 5G podдержка qiladi. Har doim aytamiz, A16 dan yaxshi tomoni buni 5G'si bor. A16larimiz serob xudosi sotuvda. 256 talik variantda, 108 talik variantda, holatlar to'liq radnoy holatda, ayni nuqsoni yo'q. 108 taligini 1 million. Xo'p, 1.800 ming so'm, 1.750 ming so'm qilib beramiz. 256 taligini 2 million so'mga bor, 2 million 100, 2 million 200 ming so'mga 256 talik variantda A16lar bor. A15 to'liq radnoy holatda, 6 operatorga 108 talik variantda telefonimiz.
Telefonimiz narxini 1.450.000 so'mga qilib beramiz buni. Kimga qiziq bo'lsa bemalol zakaz berishlari mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dasturga qilib beramiz. 1.400.000 so'mga oxirgi narx qilib beramiz. 628 talik 4 galik emas, e'tibor berasizlar. A35 modelimiz do'stlar, karobidagi umidlari bor, holatlari o'ta ham ideal holatda, ayb nuqson xudo xohlasa yo'q, 628 talik variantda 1.750.000 so'mga, 1.750.000 so'mga to'g'risi 16 olganda buni olish tavsiya qilardim, sababi 5 chip deyishga qiladi, xarakteristikasi anchalik kuchli. Xo'p, 16 ni yangidek holatda 256 talik variantdagisi bor. Karobidagi umid hamma yo'q bor telefonimizda, ayb nuqsoni yo'q. Buni narxini qilib beramiz sizlar uchun 2.200.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, do'stlar. Bezuk qo'ymasak bo'lmaydi shekilli telefonni. A25 da ham holati zo'r holatda hisobga qo'yganmiz. 5 chip deyishga qiladi do'stlar. 628 til varianti o'ta ham silliq ishlaydi telefonimiz. Dizayn tomonlama o'ta ham chiroyli ishlangan. Buni narxini qilib beramiz. 1.900.000 so'mga qilib beramiz. Ideal holatda A34 5 chip modelimiz anchadan kelmaydi. Bunaqa chiroyli svetda, karobidagi radnoy holatda. Bu narxini 2 million so'mga qilib beramiz. Holati zo'r holatda. Xo'p, hozir yangisi ham uncha sotilmagan. A17 modelimiz yangi rabochisini olib kelib qo'yganmiz do'stlar. 2 million so'mga qilib beramiz. Buni yangisi 2.350.000 so'm atrofida sotilyapti. Sizlar uchun 2 million so'mga do'stlar, yangidek holatda 1 hafta 10 kun ishlamagan yangi telefon oldim desanglar bo'laveradigan holatda korobkadagi kabelgacha bor telefonimizda 2 million so'mga. S21 5 modelimiz do'stlar, Koreya variantini 205 dollarga qilib beramiz. Holati ideal holatda. 235 dollarga ikkita sim kartalik, ikkita sim karta qadashga qiladigan S21 da radnoy holatdagisini qilib beramiz do'stlar. Bilasizlar, koreyskisi ko'p bo'ladi, yevrosi kam bo'ladi, lekin hozirgi kunda koreyskilari ham shunaqa 230 atrofigacha sotilyapti. Sizlar uchun yevrosini 235 dollarga. Xo'p, S22 ni ko'rsatib o'tdik. Telefonimiz to'liq radnoy holatda, ayb nuqson xudo xohlasa yo'q, faqat abdoylari oz-moz shilingan joylari bor. O'zim ishlatgan telefon, garantiyasini qilib beramiz do'stlar. Buni narxini qilib beramiz do'stlar. Xo'p, 255 dollarga qilib beramiz. Koreyskiy narxida ham emas. Xo'p, yana bittasi bor do'stlar, holatlari ideal holatda, dokumentchigacha bor buni. Ikkalasi ham 256 talik variantda va ikkita sim kartali ikkalasi ham. Buni 280 dollarga qilib beramiz koreyskiy narxida. S20 ni A+ variantda hisobga qo'yganmiz. Ayb nuqsoni yo'q, holatlari o'ta ham tiniq holatda. Buni narxini 200 dollarga qilib beramiz. Aqcham kuchli telefon qidirganlar uchun S20 o'ta ham zo'r variant hisoblanadi. A95 modelimiz bor do'stlar, ham igrovoy, ham ishlatgan, qatmeni netmeni kamera uchun telefon qidirganlar tavsiya qilamiz. Narxi ham qulay narxda, 1.550.000 so'mga A95. S15 ni ham bunaqangi chiroyli svetda, holati ideal holatda hisobga qo'yganmiz. 2.200.000 so'mga qilib beramiz uni. S10 Plus modelimiz ham bor, bunaqangi chiroyli svetda 2 million so'mga qilib beramiz. 828 talik variantda bo'ladi. S10 5chilar 8256 talik variantda. 82 anchadan beri kelmay qo'ydi. Hozir 82lar narxi ham ko'tarilib ketdi anchalar. Internet magazinda ko'rsanglar, bizdagi narxi arzon 1.900.000 so'mga qilib beramiz telefonimizni. To'g'risi ayb nuqsoni, ekranlari top-toza, energiyadan o'tgan. Koreyskiy bitta sim karta bo'ladi albatta, uni bilasizlar. Note 20 ideal holatda, Note 25 modelimiz kelgan do'stlar. Ayb nuqson xudo xohlasa yo'q, abadoyda salafanlargacha turib turgan telefonimizni 8256 talik variantda ruchkalargacha ishlaydi. Hamma yo'q garantiyalar bilan qilib beramiz. 200 dollarga qilib beramiz. 220, 230 dollar xuddi shu holatda sotilyapti hozir. Ideal holatda S20 Plus bu do'stlar, bunaqangi chiroyli svetda 12 operativ 256 talik xotirali 4500 mAh batareya, qatmen netmer, ham o'yin uchun, ham ishlatgani, ham kamera uchun bemalol tavsiya qilaveramiz bu telefonni ham. 230 dollarga qilib beramiz. S22 Plus modelimiz do'stlar, 8256 talik variantda, koreyskiy bitta sim kartali bo'ladi, 290 dollarga. S21 Ultra'ni yevro variantda tana holatda hisobga qo'yganmiz. 12 va 12 e'tibor berasizlar. 12 256 talik variantda, ko'p yevrolar 180 talik variantda bo'ladi. Bunisi 256 talik tanag'ini topib kelganmiz. Narxini 360 dollarga qilib beramiz.
S21 ultralarimiz serob. Hop, bunaqangi titaniy sveti bor do'stlar. 310 dollarga qilib beramiz do'stlar. Ayni nuqsoni yo'q. Ekranlari toza. Hop, qorasi ideal holatdagisi bor do'stlar. Bunisini 335 dollarga qilib beramiz. O'zbekistonda menimcha ishlanmagan telefon, emakadan o'tkazib qo'yilgan. Shuning uchun tana holatda. Va 16 operatorga kamdan kam uchraydigan, periodsiz zakazga ham to'g'ri berilmaydigan variantdagi 16 512 targan do'stlar. Buni ham narxini 335 dollarga qilib beramiz sizlar uchun. Bunisi koreys. 3 tasi koreyskiy, bittasi yevro variantda. Hozir S21 Ultra modelimiz bor bizda. Xo'p. S23 do'stlar. Aqcham kuchli xarakterga ega telefon so'raganlar uchun S23 yevro variantini olib kelib qo'yganmiz do'stlar. Bemalol zakaz beraverasizlar, dastlabkilarni ishlab turib har doimdek buni narxini 410 dollarga qilib beramiz. Koreyskiydan yaxshi tomoni svязь, birinchi o'rinda svязь, yaxshi yer, ikkinchi o'rinda ikkita sim kartalik. Xo'p, S24 Plus'imiz ham bor. Xuddi shu telefonda sizlarga videoga olyapmiz. S24 Plus'ni S24 narxida qilib beramiz do'stlar. 500 xo'p 560 dollarga S24 Plus'imiz ham bor. 12 256 yevro variantda karob dokumentigacha bor telefonimiz. Endi S22 Ultra modelimiz do'stlar. Ayni nuqson xudosi garantiyalar bilan qilib beramiz. 440 dollarga ikkita sim kartali yevro variantini. Bu ham 12 256. Hop, yangilarimizni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaylik. $1,50,000 so'mda yangi ochilmagan vakuum holatda Technospark Go 1larimiz 464 talik variantda bo'ladi. $1,50,000 so'mdan. A5 4/8 talik variantda, bu ham ochilmagan vakuum holatda bo'ladi. 1 yil servis garantiyasida $1,200,000 so'mga A5 telefonimiz do'stlar. $1,300,000 so'm sotilyapti mana shu ham bozorda adashmasam. Xo'p, bu yerda A16'miz bor do'stlar. Atay bir kungina ishlangan $1,800,000 so'mga. Xo'p, A06'miz bor $1,600,000 so'mga. M16 5 modelimiz do'stlar 2 million so'mga qilib beramiz. Yangi bu ham ochilmagan vakuum holatda. Xuddi shuni F16 da 5G'si ham bor. Buni ham 2 million so'mga qilib beramiz. Xo'p, Renault 7 sotildi. Xo'p, Smart 10, Smart 9'larimiz do'stlar 1,200,000 so'mdan Smart 10'larni qilib beryapmiz. 108 talik variantda. Smart 9'imiz 1,150,000 so'mga, Smart 10'imiz HD esa 1,50,000 so'mga qilib beramiz buni. Xo'p, yana yangilarimizdan Honor bor ekan. Honor 200 telefonimiz do'stlar, adashmasam $420 atrofida dillarda chiqadi. Bizda arzonroq ekan, arzon narxda bilan $320 qilib beramiz. Note 14 S'si 12 operatorga 512 taligi, Note 14 S modelimiz ochilmagan vakuum holatda qo'lga yetib boradi. Buni narxini qilib beramiz. $250 qilib beramiz. Xo'p, yana yangilarimiz bor, ularni boshqa ko'rsatamiz endi. Bo'lmasa videomiz cho'zilib ketmas. iPhone'larimizni ko'rsatib ketaylik. Xo'p, iPhone 8 Plus'larimiz do'stlar. Har xil holatdagisi bor. 1,500,000 so'mdan 1,750,000 so'mgacha iPhone 8 Plus'larimiz. 64 talik, 256 talik batareyasi usullanma qilingan. Har xil variantda, har xil holatda bor. Batafsil ma'lumot Telegram orqali olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar. Xo'p, bo'lmasam bu yoqdan XS Max telefonimiz batareyasi 100 usullanma 256 talik variantda $200 qilib beramiz. XS Max 84 yo'nkisi 64 talik radniy holatda telefonimiz. Buning narxini $190 qilib beramiz. iPhone 11 78 64 talik variantda $215 qilib beramiz. iPhone 11 radniy holatda to'liq 81 108 talik variantda buning narxini $250 qilib beramiz. Yana bitta iPhone 11'imiz bor. Buning narxini 200 Xo'p, $230 qilib beramiz. Batareyasi adashmasam 76 64 talik variantda, holatlari yaxshi holatda. iPhone X telefonimiz 1,400,000 so'mga qilib beramiz. Orqa kirishasi mana shunday chaqnagan. Tesayib turibdi, hamma yoq ishlaydi.
iPhone 11 77 128 variantda Radmi hamma ishlaydi. Bu narxini 240 dollarga beramiz. 77 128 so'rasalar 240 dollarga. iPhone XS 1.950 ming so'mga oqini qilib beramiz. 2 million so'mga batareykasi 100 usulli 64 talik qorasini. Buni ham batareykasi adashmasam 100 edi. Xo'p. iPhone 11 Pro do'stlar 73 yo'nki 856 talik variantda buni narxini 220 dollarga beramiz. 220 dollarga iPhone 11 narxida 11 Pro qilib beryapmiz sizlarga. 11 Pro'ni 71 64 talik variantdagisi bor. Buni imekasi o'tmagan, shuna hisobiga 2.50 ming so'mga foydalanib qolsanglar bo'ladigan joyi 2.50 ming so'mga 11 Pro 71 64 talik telefonimiz holati zo'r holatda. Face ID turda hamma yo'q bor, hamma yo'q ishlaydi telefonda. Bez imekalar uchun arzon. 80-64 talik variantdagisini qilib beramiz, 270 dollarga qilib beramiz 11 Pro. 74 256 talik variantdagisini qilib beramiz, oqini qilib beramiz, 250 dollarga qilib beramiz. iPhone 8 bor ekan do'stlar, batareykasi 80 ming, shunaqa edi adashmasam 256 talik variantda 1.300 ming so'mga. 11 Max telefonimiz 91 yo'nki 256 talik, Face ID'si ishlamaydi, 270 dollarga. iPhone 12'larimiz serob, arzonini qo'yib beraylik birinchi o'rinda. iPhone 12 76 128 talik variantda telefonimiz ochilmagan, netmagan. Faqat 26 versiya bosgandan keyin orqa kamerasi qandaydir xiralashib qolibdi. Shuni hisobiga buni narxini 2600 ming so'mga 215 dollar hisobida bo'ladi. 30 dollar atrofida kamerasini alishtirib berishadigan. Xohlasanglar alishtira olasizlar, xohlasanglar mana shunday ishlayveradi. 05 kamerasi sanab oladi. Xo'p, 215 dollarga bu bo'ldi. 265 dollarga 80-64 talik bunaqangi chiroyli svetdagisini qilib beramiz. 265 dollarga bu bo'ldi. 280 dollarga 80-64 talik oqini qilib beramiz. Oq tana holatdagisini so'raganlar 280 dollarga. Xuddi shuni endi 80-64 talik korobka dokumentli bir qo'lligi ham bor. Ochgan egasidan oldik buni. Buni narxini 290 dollarga qilib beramiz. 80-64 variantda iPhone 12 oq tana holatda. Xo'p. iPhone 13 telefonimiz do'stlar 410 dollarga qilib beramiz. 87 128 talik variantda 410 dollarga holatlar o'ta ideal holatda. XR telefonimiz 87 256 talik variantda XR ga orqa korpusi bosilgan, 16 Pro korpusi bosilgan. Bu narxini 2.300 ming so'mga qilib beramiz. 13 Pro'ni ham xotirasi, ham yo'nkisi balandidan 88 256 talik variantdagisi blue svetda holatlar ideal holatda 520 dollarga. Apple variantda desak bo'laveradigan holatda 13 Max telefonimiz bor. 575 dollarga qilib beramiz. 74 128 talik variantda telefonimiz to'liq radmi holatda, aynan so'm dolasi yo'q. Xo'p, yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefon tavsiya qilamiz. 14 Pro Max telefonimiz 79 yo'nkisida 256 talik variantda ekan. Yaxshi e'tibor berasizlar. 79 256 talik variantda telefonimiz narxini 600 dollarga qilib beramiz. Xo'p, 14 Pro narxi emas 600 dollar. Xo'p, sababi kamerasini yaxshi original kameraga alishtirgan ekan. Shuni hisobiga telefoningiz korobka dokumenti yo'q, imekidan o'tgan holatda 600 dollarga qilib beramiz. 600 dollarga menimcha 14 Max zo'r holatda, lekin garantiyasi bilan qilib beramiz. Yana korobkaliklarimiz endi iPhone 11 92 128 talik variantda oqini 270 dollarga qilib beramiz. 92 128 talik zo'r holatlari ham zo'r holat. iPhone 15 Pro do'stlar adashmasam 87 yoki 88 yo'nkisida edi, 128 talik variantda korobka dokument kabeligacha bor. Holatlari ham o'ta ideal holatda. Qorasini go'zal holatdagisini so'raganlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz do'stlar. Maza qilib ishlatasizlar, xudo xolasa, ixcham telefon o'zimizga ham yoqdi. Buni narxini qilib beramiz 750 dollarga qilib beramiz. 750 dollarga iPhone 15 Pro 87 yoki 88 128 talik korobkadagi kabeligacha bor. 14 Max telefonimiz do'stlar, 14 Pro Max 91 yo'nkisida ekan, 256 talik korobka dokument imikrolardan o'tgan telefonimiz ayrim nuqsonga garantiya bergan holatda bu narxini 720 dollarga qilib beramiz. 720 dollarga 128 talik narxda 256 talik ham yo'nkisi balandini olishlar mumkin.
15 Max telefonimiz endi do'stlar 86 yo'ngisi ekan, 128 talik variant, 256 talik variantda 15 Max telefonimiz korobka takomil kabeligacha bor buni ham. Buni narxini qilamiz do'stlar sizlar uchun. Xo'p, $880 qilib beramiz. $880 foydalanib qolsanglar bo'ladi. 15 Max A+ variantda eSIM gacha o'tgan. 15 Pro'ni ham o'zimiz chetdan olib kirishgan ekan, imekasini o'zim o'tkazib qo'ydim. eSIM gacha o'tkazib qo'ydim do'stlar. Xo'p, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz shulardan iborat. Planshetlar, iPadlarimiz bu iPadlarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. iPad ishqibozlari ham ko'p. iPad planshetlarimiz qopti. iPad 9-pokoleniya. 80 necha ham yo'nkisidagi 64 talik variantda ham yog'ishlaydi, garantiylar bilan ham ishlatgani ham o'yin uchun bemalol tavsiya qilaveramiz. Buni narxini xo'p 2.300.000 so'mga qilib beramiz. Bunisini iPad 9-pokoleniya. Endi A+ variantda desak bo'laveradigan holatda iPad 7-pokoleniyasi kelganmizga. Buni ham yo'nkisi adashmasam 80 dan balandroq yo'nkisida. Buni xotirasi lekin balandroq 128 talik variantda. Ko'pchilik akalarimiz mana to'ylarga, marosimlarga chiqadigan akalarimiz ham olyapti. Sababi hali qanday programma bosib ishlatgan qulay ekan xullas. Xullas har xil usulda ishlatsanglar bo'laveradi. Kimga o'yinga, kimga ishlatgani, kimga kundalik hayot uchun bemalol zakaz bersanglar bo'laveradi. Buni narxini 2.200.000 so'mga qilib beramiz do'stlar. Endi planshetlarimiz ham bor. Redmi Pad planshetlarimiz bittasiga sim karta tushadigan, bittasiga sim karta tushmaydigan variantda. Planshetlarimiz ikkalasi ham 128 talik variantda. Batareyka sig'imlari 7000 mAh bo'lgan, 8000 mAh batareyasi. Arzonroq narxda planshet so'raganlar uchun 1.400.000 so'mga, 1.500.000 so'mga, 1.400.000 so'mga sim karta tushmaydigan, 1.500.000 so'mga sim karta tushadigan Redmi Pad 128 talik variantda planshetlarimiz. Xo'p, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz, ma'lumotlarimiz shulardan iborat do'stlar. Ozroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Videomiz kengroq tarqalish uchun bitta like bilan kommentariyaga kim qayerdanligini har doim aytganimizdek, kim qayerdanligini yozib qo'ysalar, xursand bo'lib qolamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz. Sababi o'zimizni olyapmiz. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa harakat qildik olishga. Bundan buyog'iga poddesha tursanglar, yana yangi videolarda muntazam ravishda qo'yib boramiz va aytib o'tganimizdek, yangi kelgan tovarlar faqat Telegram kanalimizda ko'proq aylanadi. Telegramga qo'shilib qo'ysanglar, har bir kelgan telefonda yangilik paytda, asosiy paytda foydalanib qolsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.